Assalomu alaykum. Tushingizda o'tib ketgan yaqinlaringizni ko'rib, yuragingiz bir g'alati bo'ldimi? Bu tushlar ko'pchilikni vahimaga soladi, lekin aslida ular eng samimiy va muhim xabarlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bugun tushda marhumlarni ko'rishning ma'nosi, ularning sizga beradigan ishoralari va bu tushlardan qanday xulosa chiqarish kerakligini qadimiy manbalar asosida tahlil qilamiz. Marhumlarni tushda ko'rish bu ko'pincha sizning ruhiy bog'liqligingizni anglatadi. Agar u inson tushingizda oq kiyimda yorug' yuz bilan chiqsa, bu ruhning xotirjamligini bildiradi. Biroq agar sizdan biron narsa so'rasa yoki sizni biron narsadan ogohlantirsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Bu sizga hayotingizdagi muhim qarorlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Ko'p so'raladigan savol: marhumdan narsa olish yomonmi? Yo'q, aksariyat hollarda bu rizqdir. Lekin agar marhum sizni o'zi bilan birga uzoq joyga chaqirsa yoki qorong'u joyga taklif qilsa, buni qat'iy rad etish va o'sha tushdan so'ng ko'proq ezgu amallar qilish tavsiya etiladi. Aziz obunachilarim, siz oxirgi marta tushingizda kimni ko'rdingiz? U sizga nima dedi? O'z tushingizni kommentariylarda yozib qoldiring. Biz ularni birga tahlil qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.